ham bolangiz burni bitib nafas olishga qiynalyaptimi? Natijada injiq, uyqusi yomon va ishtahasi yo'qmi? Bugun sizlarga men beradigan maslahatim vaqtincha bo'lsa ham bolani yuqorida diskomfortlardan qutulishiga yordam beradi. O'zi bunaqa holatda bolajonlarga qanday qilib yordam berish mumkin? Bolalar yosh uchun maxsus mo'ljallangan burun tomchilari va spreylari mavjud. Nazvin Baby, Rinaxil Baby, Rinazalen Baby'ning 0,1% eritmalari mavjud. Bu tomchilarni kuniga 1-2 tomchidan 2 mahal ishlatish mumkin va davomiyligi 3 kundan 5 kungacha, 5 kundan ortiq ishlatish mumkin emas. Undan tashqari yosh katta bolalarga, 2 yoshdan katta bo'lgan bolalarga ham tomchi ko'rinishida, ham sprey ko'rinishida burun spreylari mavjud. Vaqtincha mana shu 5 kun muddat davomida bemalol shu tomchilarni ishlatib burunni ochish mumkin. Lekin bu tomchilar va spreylar davolamaydi, vaqtinchalik burunni ochadi. Keyingi burun preparatimiz mana shu ochuvchi preparatlardan keyin, burun ochilgandan keyin burunga ishlatish mumkin bo'lgan preparat bu Pratargolning 1% va 2% eritmasi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga Pratargol 1% eritmasi, 1 yoshdan katta bolalar va kattalar uchun 2% eritmasi tavsiya qilinadi. Kuniga 2-3 mahal mumkin, 1 hafta 10 kun davomida. Bu tomchi xususiyati antiseptik hisoblanadi. Burunda shilliq qavatda yallig'lanishni kamaytiradi, mikrob va bakteriyalarni o'ldiradi va bu burunni davolashga yordam beradi. Endi bu dori vositalardan qanday qilib foydalanish mumkin? Burun ochuvchi spreylarni 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda yotgan holatda 1-2 tomchi burunga tomiziladi va burun ochilgandan keyin Pratargol 1% eritmasini xuddi shunaqa holatda 1-2 tomchidan foydalaniladi. 2 yoshdan katta bo'lgan bolalarda esa unda spreylardan bemalol ishlatsak bo'ladi. Burunni tik turgan holatda burunga sprey sepib ochib olib va burunni ozgina orqaga tashlagan holatda burunga Pratargol eritmasini aynan ochuvchi spreylardan keyin ishlatiladi. Yuqoridagi dori vositalarni, ya'ni Nazvin, Pratargol va shunga o'xshash dori vositalarni qildingiz va o'zingiz bilgan boshqa muolajalarni qilib ko'rdingiz, lekin baribir bolangizni burni 1 haftadan ortiq muddatda ochilmayapti, ya'ni 1 haftadan oshib ketdi burun bitishi. Va bunga temperatura, isitma qo'shildi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bolangiz hali ham burni bitib, og'zidan nafas olyapti. Xo'sh, buni holatda endi nima qilishimiz kerak? Albatta, ular shifokorlarga murojaat qilish kerak. Значит, bolangiz burunida qanaqadir muammo bor. Burun bo'shlig'ida o'tkir yiringli yallig'lanish bor yoki bo'lmasa burun orqa tomonida adenoid to'qimasi juda ham kattalashib ketgan yoki allergik jarayon, allergik rinit boshlangan, nimadir muammo bor. Bunda lor shifokoriga olib borganingizda yaxshilab ko'riladi, to'g'ri tashxis qo'yiladi. Kerak bo'lsa endoskop yoki bo'lmasa yosh kattaroq bolalarda rentgen qilib, aniq tashxis qo'yilib, kerakli tavsiyalar beriladi va bolangizga to'g'ri davo tavsiya qilingandan keyin burun bitish muammosi hal bo'ladi. Yodda tuting, yuqoridagi burun tomchilari va Pratargol bu to'liq davolovchi vosita emas. Bu narsalar vaqtinchalik bolangizni burunni ochilishiga va davolashga yordam beradi.